Tasavvur qiling, O'zbekistonning janubida maydoni Singapur, Qatar, hatto Isroil kabi mamlakatlardan ham yirikroq bo'lgan viloyat bor. Bu Qashqadaryo. Qashqadaryo viloyat maydoni 28 000 kvadrat kilometrdan ziyod hisoblanadi. Bugun bu yurtda 3 milliondan ortiq aholi istiqomat qilmoqda. Bu raqamlar Armaniston, Bahrayn, hatto Litva mamlakatlarining aholisidan ziyod hisoblanadi. Qashqadaryo faqat xaritada emas, qalblarda ham o'z o'rniga ega bo'lgan viloyat. Qashqadaryo viloyati O'zbekiston Respublikasida dastlab tashkil etilgan viloyatlardan biridir. Viloyatga 1924-yil 1-yanvar sanasida asos solingan. Keyinchalik Qashqadaryo qisqa muddatga Surxondaryo viloyati tarkibiga kiritilgan. Biroq tez orada yana mustaqil viloyat maqomini qaytarib olgan hisoblanadi. Bu zamin buyuklar yurti. Har bir tuprog'ida tarix, har bir ismida faxr mavjud. Sizchi, Qashqadaryoda tug'ilib o'sgan yana kimlarni bilasiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Qashqadaryoning g'ururini